Salom, hammaga sizlar bilan Mirzayev. Короче, bugungi videoda Karisi PUBG tortish o'rgataman. Ko'plar biladi, ko'plar bilmaydi. Harakatga kiramiz. Wi-Fi o'chib ekanligini yo'q. Tak. VPN. Ana. Mana bu. Men tortib qo'yganman, sizlar tortasizlar. Mayda region Yaponiyaga qo'yasizlar. Bosamiz. Reklama. Yonadi hozir. Ana, yondi endi. Planlarga tozalab, yangidan kiramiz. Bu yoqqa PUBG bo'ldi. Koreyskiy deb o'tirmanglar. Birinchi chiqib keladi mana. Koreyskiy PUBG. O'zimiz bilan global bilan o'ynab bo'ladi, lekin inglizcha va koreyscha bo'ladi. Yaponchami, koreyschami? Shunaqa bir xil. O'ynab ham bo'ladi, qo'shilib, prosta til inglizcha bo'ladi. Shuni tortamiz. Men koreyskiy PUBG bor edi menda, o'chirib tashlaganman. Hozir emas. Kerak emas bu. Men endi tortib bo'lgandan keyin kelaman. Aytgancha VPN koreyskiy PUBG chiqqandan keyin VPNni tak. Mana VPNni prosta o'chirib qo'yinglar. PUBG tortayotgan paytda xalaq beradi. Yo'q, tez tortilmaydi. Mana o'chdi. Plamarga kirasizlar, ana. Endi tortilib boshlaydi. Hozir. Internet bo'ldi. İşte bo'lgan paytda shu payt. Nima bu? Tortilmayapti. Bam, o'chiramiz. Mana kirib. Bobok. Desak mana chiqib keladi. Bo'ldi, tortiladi. Ana shu yerda endi tortgandan keyin akkaunt qanday ochishni o'rgataman. Ungacha kutamiz. Mana o'sha tortildi. Ana tortiladi. Keyin mana koreyskiy PUBG. VPNni endi qaranglar, VPN yoqish shart emas, turib tursin. Endi akkaunt ochishni o'rgataman. O'zimiz PUBG o'xshaydi. Sarpar. Sizga ruxsat. Bu joylarda megabayt tortiladi. Shuni tozalab turaman. Keyin qaranglar, mana o'zimiz PUBG o'xshab o'shani chiqadi. 1000 necha megabayt yoki 700 megabaytni o'shanaqa bo'ladi. O'shasini tanlaysizlar o'zlaring, global PUBG deb shunaqa. O'sha tortib bo'lgandan keyin kelamiz. Mana endi tortilib bo'ldi. Mana endi bittani bo'ladi boshida. Kiradi. VPN yoniq emas. Eslab qolinglar, VPN yoniq emas. VPN akkaunt ochgan paytda yoqasizlar. Menda akkaunt ochilgan, shuning uchun hozircha VPN yo'q.
Mana akkaunt har xili bor. Mana shu yerda buni bilan bu kichkina yo'qasizlar. Keyin endi chiqamiz PUBG'dan va VPN. VPNga kirib VPNni yoqib qo'yasizlar. Reklamasiga qo'yasizman. Ishim bor payti. Haromati reklamalar o'tiradi, endi bir joyini kesib tashlash kerak ekan. Chiqamiz. Va VPN yonadi. Ana, yondi endi. Buyoqqa PUBG'ga kiramiz. Endi Google'dan bo'lsa Google'dan ochasizlar yoki Facebook'dan Facebook yoki Guis bo'lsa Guis. Manadan App Store yoki yonida ochsa bo'ladi. Men Facebook'dan ochaman. Chunki akkauntim Facebook'da ochilgan. Google'dan ochilgan akkauntim ham bor, lekin unga kirmayapman. Bega o'zlagan bo'lsa, hozir 5 minutda men akkauntga kirib kelaman. Kutiblar. Mana akkauntga kirdi. Uzilishlar uchun hammadan uzr so'rayman, chunki ishdaman. O'sha akkaunt uchun VPN kirit etgan paytda VPN kerak bo'ladi, bo'ldi xolos. Boshqa hech bilamiz. Mana Kareyskiy PUBG'ga ham kiradi shunda. Hech valla o'chirib tortdim sizlar uchun. Onasini ham bitta video uchun. Keyin ID kerak bo'lsa, tepada. Mana. Durga tashlaysizlar. ID da kimdir bilsa kerak, kimlar bilmasa mumkin. Aql tashoqlik qilmanglar, menga yoqmaydi birinchi. Hammaga uzr lekin. 6i5 boshlanadi. Kareyskiy PUBG 6 dan boshlanadi, Global PUBG 5 dan boshlanadi. Keyin mana keyslari. Har xil. Mana o'shaqa old narsalar borda kareyskiy. Mana bular. Mana kiyim bor. Keyin o'zim hammasini o'rgataman. Hozircha shu. Hammaga xayr. Obuna va like bosib qo'yinglar.